Agar sizda quyidagi belgilar kuzatilayotgan bo'lsa, yuragingizda infarkt rivojlanayotgan bo'lishi mumkin. Chap qo'l, chap kurak, chap iyak sohasiga uzatilayotgan sanchuvchi hamda siquvchi og'riqlar. Ertalab oyoqlarda kuzatiladigan shishish hamda ozginagina jismoniy faoliyatda ham kuchli hansirash bo'lishi, yuqoriga qarab yotganda nafas siqib ketish holatlari ushbu vaziyatda kuzatilishi mumkin. Biz infarktni exokardiografiya yordamida diagnoz qo'yib berishimiz mumkin. Exokardiografiya yurak klapanlari, yurak kameralari, yurak devorlariga alohida baho berish uchun ishlatiladi. Bundan tashqari, yurakda kuzatilayotgan gemodinamika, yurak ish faoliyatiga exokardiografiya yordamida baho berish mumkin. Miokard infarktida yurak devorlarida ma'lum bir qismlarida harakatdan orqada qolish kuzatiladi va biz buni echo yordamida diagnoz qo'yib, kasalni kerakli mutaxassisga yo'naltirib bera olamiz. Bundan ham qiziqarli ma'lumotlarni o'tkazib yubormaslik uchun sahifamizga obuna bo'ling va bizni kuzatishda davom eting.